Unda nima deyishimiz aniq-ku. Biz sudda ikkita narsani ko'rsatamiz. Birinchisi, Asal o'z oilasida baxtli va har tomonlama ta'minlangan. Ikkinchisi esa bolaga mehr emas, mulk uchun da'vo qilishayotgani. Lekin ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qodir juda xavotirli odam. U yutqizayotganini sezsa, tuban yo'lga o'tishi mumkin. Tubanlik yo'l, masalan. Bilmadim. Qarzga botgan odam ko'pincha hamma narsaga tayyor bo'ladi. To'g'ri. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, Jamila. To'g'ri. Opa, esizdami? Yoshligimizda otamiz qarzga botgani. Onamiz butun mahallani oyoqqa turg'izib yordam yiqqandilar. Biz o'shanda turganmiz. Ha, esimda singlim. Onamiz aytardilar. Oila degani bir daraxt. Bir shox sinsa boshqalari ko'taradi deb. Ildiz butun bo'lsa daraxt qulamaydi deb. Endi biz o'sha onam aytgan o'sha ildizmiz, opa. Ha. Bolalarimiz shoxlarimiz. Oybek biroz egildi, lekin sinmadi. To'g'ri. Biz uni ko'taramiz, opa. Xuddi shunday, singlim. Biz o'sha oilani ildizimiz. Biz yiqildik. Lekin turishni undan ham yaxshi bilamiz. To'g'ri aytasiz, opa. Vohid, sen ishsiz, uysizman deding. Yiqilgan odammi? Oyoqqa turish uchun albatta joy kerak. Mana meni do'konimda bitta ishchi kerak. Go'sht tashiysan, qassoblikni o'rganasan, teri ishlasan, har qalay halol pul topasan. Xohlasang mana ertaga ke. Anvar aka, rostdan ham meni ishga olasizmi? Ha, olmoqchiman. Axir men Nodirdan muttahamlik qilib pul olmoqchi bo'lgan odamni-ya. Vohid, inson zoti o'zgaruvchan. Senga ham bitta imkon bermoqchiman. Qolgani vijdoningga bog'liq. Ishon yoki ishonma. Birga bir qaror. Vohid aka, bir paytlar menga ko'chada yordam bergansiz. Endi dadam bilan men sizga halol pul topish uchun yordam bermoqchimiz. Mayli aka, xo'p deng, birga ishlaymiz. Rahmat Anvar aka. Nodir, senga ham rahmat. Men sizlarni umrbod xijolat qilmayman. Halol ishlayman. Bu meni tavbam aka. Vohid, tavba shunchaki aytilmaydi. Amalda ko'rsatiladi. Ertadan o'zingni ko'rsat. Bugun uyga bor, damingni ol, yaxshilab o'ylab ko'r. Xo'p bo'ladi aka, uyaltirib qo'ymayman. Xo'p. Bo'lmasa men ertaga ishga chiqaman. Bo'ldi aka, kelishdik. Mayli. Rahmat sizlarga. Yaxshi bor. Xo'p, ertaga chiqaman. Dada. Ish qilib rostdan o'zgararmikan? Vaqt ko'rsatadi. Yigit, sen o'zingga ehtiyot bo'l. Bor. Xo'p. Suyaklari ko'tar. Hozir. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Kim bu? Men Qodirjonman. Ha, Qodirjon, labbay. Sizda bir ish bor. Yaxshi haq to'layman. Qanaqa ish? Siz mahallada obro'li insonsiz. Siz gapingizga hamma ishonadi. O'sha Jamila bor-ku, Rustamning xotini. Asalni xo'rlaydi deb gap tarqatishingiz kerak. Uradigan paytlari ham bo'ladi deng. Mahalla shunga ishonsa, sudda bizga foyda bo'ladi. Voy, lekin men bunaqa narsani ko'rmaganman. Ko'rmasangiz ham ayting. Yoki pul kerak emasmi? Qarang, yaxshigina pul to'layman. Opa, nimaga jim bo'lib qoldingiz? Mayli. Shunchaki gapda tilimga nima kelsa aytaveraman.
Ha, bu boshqa gap. Amallaymiz uka. Ha, yaxshi, mayli. Ha, bo'ldi aka. Hozir o'g'lim bilan yordamchim boradi. Go'shtni yuklab olib ketadi. Siz lokatsiya tashlab bering. Xo'p, xo'p. Anvar aka, Ha, Vohid. hamma yoqni tozalab supurib qo'ydim. Ha. Go'shtlarni ham xolodilnikka qo'ydim. Yana birorta ish bormi aka? Bor ekansan, Vohid. Mehnat insonni tarbiyalaydi. Ishla. Halol pul insonni-chi xotirjam qilib uxlatadi. To'g'ri aytyapsiz aka. Shuncha yildan beri kecha shunday mazza qilib uxlabman. Rahmat sizga aka. Bor bo'l. Ha, hozir Nodir bilan birga go'shtga borib kelasan. Men sizlarga lokatsiya tashlab beraman. Xo'p aka. Xo'p bo'ldi. Bora qol. Bor ekansan, Nodir, Vohid. ishni tugatdingmi? Go'shtga borishimiz kerak. Ha, mana lokatsiya tashladi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mana bu senga. Voy, nima bu? Atir. Rahmat. Zarina bilasanmi? Bir necha hafta oldin bizning uyimizga begona atir hidi kirgandi. Ha, Buni kimdir bizni oramizni buzish uchun yuborgandi. Yaramas, atir orqali fitna qilmoqchi bo'ldi. Men bir narsani istayman. Bizning uyimizda, xonamizda seni sevgan atiring bo'lishini istayman. Ishonch atiri. ishonch atiri? Ha. Bilasanmi, bir paytlar bu senga rashk uyg'otardi. Ha. Endi bu bizni ishonchimiz ramzi bo'ladi. Senga rahmat. Begona hidga uchmading. Menga ishonding. Bizni seni ishonching qutqardi. Shuning uchun bu senga minnatdorchilik ramzi. Nodir aka, bilasizmi? Agar eski Zarina bo'lganda, hozir sizni rosa rashk qilgan bo'lardi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'l. Ovqating tayyormi? Tayyor. Kiyimimni almashtirib chiqay suzasan. Xo'p. Tushunmadim. Sen qachon chiqding? Ha, eski sherik. Chiqdim va birinchi qilgan ishim seni qidirish bo'ldi. Mana topdim ham. Qara-ya, qanday o'zgaribsan. Qassob g'alati. Halol mehnat. Ha, eski vaqtni tanimay qoldim. Qudrat. Men o'zgardim. Men endi halol yashamoqchiman. Menga bir oila ish berdi. Men endi hech qachon eski yo'lga qaytmayman. Qaytmaysan? Vohid, sen unutgandirsan. Men unutganim yo'q. To'da ham oila degandek. Undan chiqib bo'lmaydi. Sen bizdan qarzdorsan. Eski ishlar, eski pullar hammasi hisob kitobli. Qudrat, meni hech kimdan qarzim yo'q. Men qilgan gunohlarim uchun badalni to'ladim. O'tirib chiqdim, jazoimni oldim. Endi men ozodman. Ozod? Hech kim to'dadan ozod bo'lmaydi. Sen o'z ixtiyoring bilan qaytasan yoki majbur qilamiz. Ana u rahnamoyini ham ko'rdim. Chiroyli do'kon. Homilador xotini bor ekan. Juda tinch hayot-a. Lekin uni buzish oson. Qudrat, ularga tegma. Ular begunoh odamlar. Xotini homilador bo'lsa, men o'tmishimni ularga aloqasi yo'q. Endi aloqasi bor. Chunki o'sha oila senga ish berdi. Sen yaxshilab o'ylab ko'r Vohid. Bilasana, men sabrli emasman. Tez orada men yana kelaman.
Qobil dallol Baxtiyordan pul olib berib, ustiga foizni ham qo'shib yozibdi. Voy marazey. Endi shunga to'laysan deyapti menga. Endi-chi bitta yo'li bor. Baxtiyor oldiga boramiz. Biz unga Qobilning nayranglari to'g'risida hammasini aytib beramiz. Baxtiyor o'z haqqini oladi. Biz ortiqcha to'lamaymiz. Qobil esa javob beradi. Boshqa yo'li yo'q. To'g'ri aytasiz. U bilan gaplashamiz. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Qudrat, O'yladingmi Vohid? Meni sabrim tugadi. Qudrat, men senga pul berishim mumkin. Ishlab, yig'ib qo'ygan ozgina pulim bor. Shu pulni olasan. Keyin qaytib bu yerga kelmagin. Pul? Yo'q Vohid. Sen shuni bilib qo'y. Menga pul emas, sen keraksan. Eski ishlarni biladigan odamsan. Sen qaytasan to'daga. Biz katta ishni reja qilyapmiz. Bu sensiz bo'lmaydi. Qudrat, to'g'ri tushun. Men jinoyatga qaytmayman. Hech qachon. Hatto o'ldirib tashlasang ham qaytmayman. Seni emas. Ana u rahnamoyingni oilasini nishonga olamiz. Homilador xotini bormidi? Vohid, o'yla, yaxshilab o'yla. Yana seni yuking ularni boshiga tushmasin. Hokim bo'lib ishlaysiz. O, juda soz. Shu atrofda katta hokimni ko'rdingmi deyman. Pasport ko'rsataymi? Mana, bu mengami? Ahvol chatoq. Telefon ishlamaydi, internet yo'q, hojatxona tashqarida o'tgan asrga tushib qoldi. Hozir gaplasha olmayman, o'zim qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Qayoqqa qo'ng'iroq qilasiz? Daraxtda sizni kutib o'tiramanmi? Chet elda o'qigan ekansiz, Amerikadagi Machapusha universiteti. Massachusets. Machapupa. Jim? Shunday hokim nasib qilganidan juda mamnunmiz. Laganbardorlikni qayerda o'rgangansiz? Hayot o'rgatdi aziki. Ertaga soat 10:00 da. Butun mamlakat o'yinda Pepsi sotib ol. Qopqoq ostidagi kodni ro'yxatdan o'tkaz. Isming yozilgan 12-o'yinchi futbolkasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'l. Qimmatbaho sovg'alar va 12 ta avtomobildan birini yutib olish uchun kurash. QR kodni skanerla va sen o'yindasan. Tabiiy, yaxna choy Lipton limon. Lipton yaxna choyi. Hamma narsani o'zgartiradi. Wow. Chilla yondiradi. Yangi Sprite salqinlantiradi. Yoki cheers raqqosadir. U shunchaki juda yengil. Shunchaki cheersni yog'i kamroq deb qo'yarmiz. Yangi, mazali, qizil, fontanlar. O'zgacha ta'mni his eting. Oson ipotekasi yillik 16.99% pasaytirilgan stavkada. 31 avgustgacha Ipoteka Bank OTP Groupda rasmiylashtirishga shoshiling. Taomni nima yana ham mazali qiladi? Sen ham tanla. Pepsi Taste Challenge'da qatnash. Ajoyib ta'mmi? Yangi Fusti tarvuz lazzatidan zavqlaning. Pepsi bilan o'yindasan. QR kodni skanerla. Narxi shunchalik adolatliki, ortig'i bilan xarid qilaverasiz. Parvoz.
boshliq buxgalteriyaga quvonch bilan kirsa, Muxlisa uning yana yangi biznes g'oyasi borligini tushunadi. Doimgidek. Navbatdagi g'oyaning tafsilotlarini sabr bilan tinglagach, Muxlisa doimgidek Anor biznes ilovasida yangi hisob raqam ochadi. Biznes uchun hisob raqam kerak bo'lsa, Anor bank xizmatga shay. Doimgidek. Coca-Cola sotib oling. QR kodni skanerlang. Ajoyib sovg'alarni qo'lga kiriting. Diareya boshlandimi? Dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi onalar diareyani davolashda Fransiyada ishlab chiqarilgan Enterol dori vositasini tanlaydilar. Diareya keldi, diareya ketdi. Enterol bolalar va kattalar uchun. Yangi, mazali, qizil, fontanlar. O'zgacha ta'mni his eting. Yangi ta'mli Lipton Mangoli ko'k choy. Lipton yaxna choy hamma narsani o'zgartiradi. Merhaba, bugün Türkçe sosiskali pide tayyorlaymiz. Bizga yumshoq xamir, toza pomidorlar, aromali pishloq va sutli sosiskalar kerak. Sutli, mayin va sersutdan beradi. Pishirmasdan ham yesa bo'ladimi? Albatta. Rozmetovdan sutli, kadokdan iste'molga tayyor. Sen ham tanla. Pepsi Taste Challenge'da qatnash. Onajonim ertalab yuzlarimdan erkalab mehribonim deb aytar. Onajonimga a'lo holim zarur. Bobotik meni har safar qornimdan bo'lishidan saqlar. Bobotik qorin og'rimasligi uchun. Iloyi ijara texnikalar muddatli to'lovga bozor narxida 12 talik inverter konditsioneri bo'lib to'lashga 3.499.000 so'm. Sotuvchi bo'lib to'lashga 1.999.000 so'm. Seven Up Mojito. Yap yaxna. Bugun nima qilishim kerak? Poliklinikaga borish. Bozorlik qilish kerak. Telefon dazmollash kerak. Onalarda hammasi joyida. Chunki Galavit bor. Galavit gripp va shamollashga qarshi 1 yoshdan boshlab. Fanta uslubidagi dushesni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Tezlashish kerak bo'lganda Stingni ol. Sting Formula 1 poygalari rasmiy hamkori. Har lahzani quvvatlang. Startga diqqat. Sting Ish unumini oshiradigan texnika izlayapsizmi? Qishloq xo'jaligi texnikalarini Agrozamin platformasidan onlayn xarid qiling. Kredit foizining 10% dan oshgan qismi uchun kompensatsiya mavjud. Agar sevimli taoming yanada mazaliroq bo'lishi mumkin bo'lsa-chi? Pepsi. Pepsi. Kelib, o'zing sinab ko'r. Pepsi Taste Challenge'da ishtirok et. Kumush qopqoqli Coca-Cola, Fanta va Sprite sotib oling. Kodni ro'yxatdan o'tkazing. Tanga to'plang. Coca-Cola bilan 100 million so'm, PlayStation 5 va boshqa ajoyib sovg'alarni qo'lga kiriting. 120 grammli 365 kun shoxchali muz qaymog'ini 6490 so'mdan xarid qiling. Wow. chilla yondiradi. Yangi Sprite salqinlantiradi.
tarixiy qahramonlarning betimsol talqini. Amirimizga qarshi fitna hozirlangan. Xiyonatning boshida sen turmaganingga qanday kafolat bor? Samarqandning sirli o'tmishi. Amirimizga qasd qilganlarni ham kattasi shu. Bu o'q senga tanishmi? Senga qanday jazo belgilasak ekan? Saroydagi ichki adovatlar. Men Ashtarxoniylar saltanatini himoya qilmoq uchun ont ichganman. Illo yalang toshni emas. Sen hozir hech kimga ishonma. Atrofing to'la xoin. Yurt hurligi uchun jonini ayamagan jasur sarkarda hayoti. Ona zamin uchun, ota yurt uchun jonim fidodir. Bahodir Yalangto'sh. Ertaga soat 14:40 da. Nimaga aldading? Hech kim bilmaydi deb o'ylaganmiding? Menimcha o'sha ayolga ilakishib qolgan. Hammasini yaratgan izmiga topshirib qo'yganman. Ularga Alloh o'zi kifoya qilsin. Bas! Qalbni larzaga keltirgan taqdirlar qissasi. Menga bunaqa janjalkash singillik kerak yo'q. Kashdim bunaqa singilda. Og'riq, xiyonat va bitmas sinovlar. Bu nima qilganingiz? Agar meniki bo'lmasang, bitta kun boshingga solim. Erga tegmaysan. Senlarni baxtimdan kechganman. Bir ayb, bir sir, bir umrlik alam. Onangni ham, otangni ham ruhini tirqiratib yuribsan-da, behayo. Iqror har kuni Milliy telekanalida tomosha qiling. Shu atrofda mabodo gul do'koni yo'qmi? Uyat bormi odamlarda? Isiriq tutating degan kim? Voy bo! Xushchaqchaq xonimlar yangi hazillar bilan Nima qilayman, ketaveraymi? Yo'q bo'ling. Yoqtirib qo'ygan atrofimda girdi kapalak. tabassum zariga o'ralgan har soha. Nima deb yig'laysiz? Erta ketgan yangam. Lady Show nigohida yanada qiziq va zavqli. Ona kelyapsizmi? Marhamat qilib uyimni bo'shatib qo'ysanglar. Men xabarim endi. Har yakshanba soat 21:20 da. Demak, biz o'ylaganimizdan ham 2 baravar qarzimiz kam ekanda. Bu qanday yaxshi yangilik. Zo'r yangilik. Bu oilani kuchi. Agar qovun topib gaplashmaganimizda, onam esa hisobga shubha qilmaganlarida, haligacha aldanib yurgan bo'lardik. Qarang. Demak, yolg'iz bo'lsangiz aldanarkansiz-da. Oila bilan haqiqatni topdingiz. Mana, nega inson yolg'iz kurashmaslik kerak? Bu menga katta sabab bo'ldi. Hech qachon unutmayman buni. Ha, vaqt aka. Nima bo'lyapti sizga aka? Bir necha kundan buyon o'zida emassiz-da aka. Qanaqa tashvish muammo bo'lmasin, uni birgalikda yengamiz. Nodir, e'tibor bermagin, shunchaki charchadi. Sen o'zingni, oilangni, xotiningni o'ylasang-chi. Menda hammasi o'tib ketadi, e'tibor berma. Vaqt aka, bu oilada sir saqlash odat emas aka. Qanaqa tashvish muammo bo'lmasin, uni birgalikda yengamiz.